Duo qilib yomg'ir so'rash qanday bo'ladi? To'g'risi men bundan yoshlarimni tiyib tura olmadim. Makka al-Haramda qilingan duo orqali yog'gan yomg'irni eslaysizmi? Istisqo, ya'ni yomg'ir so'rab qilingan namozdan atigi bir kun o'tib yomg'ir yog'di. Changli havoni keskin tozalashga va sovuqlashishiga yordam berdi. Aynan shu kuni Makka aholisi Allohdan qilingan duo mo'jizasini bir kun o'tmay ko'rishdi. Xo'sh, biz ham yurtimizda o'tkazilishi kutilayotgan istisqo namoziga qanday hissa qo'sha olamiz va bunda qanday amallar qilinadi? Keling, eng ishonchli dalil sahih hadislarga yuzlanamiz. Rivoyatga ko'ra, istisqo namozi o'qiladigan kunda gunohlardan tavba qilishimiz, istig'forni ko'paytirishimiz sunnat amallardan hisoblanadi. Bomdod namozidan so'ng quyosh ko'tarilishidan oldin o'qiladigan namoz 2 rakat bo'lib, undan so'ng xutba qilinadi va Ibn Abbos radhiyallohu anhu qilgan rivoyatga ko'ra, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qildilar va duo qildilar. Qiblaga yuzlanib, ridosini teskariga aylantirdilar. Ya'ni kiygan o'z kiyimini ichini tashqarisiga qilib aylantirdilar. Bu holat umidni va o'zgarishni bildirgan. Azizlar, dunyoni qaysi chekkasida bo'lmaylik, gunohlardan tavba qilib ko'p istig'for qilaylik va Allohning irodasi bilan yurtimizda ham yomg'ir yog'adi.